Boshqa konkurentlarni jim qilib qo'ygan Deepal S07 215 Max haqida gaplashamiz. Kapot ostida 238 ta o't kuchi RVD, ya'ni orqa prividda harakatlanadi. 0 dan 100 gacha razgoni atiga 7 sekund. Umumiy yurish masofasi 1200 km, rasxodi esa 4,4 litr. Orqa qismi monofari, elektroprividdagi bagaj hamda yukxona hajmi 445 litrni tashkil etadi. Ikkala old o'rindiqlarda ham isitish, sovutish, massaj, zero gravity, atnamanka hamda eslab qolish kabi funksiyalar mavjud. Avtomashinamizda xavfsizlik tizimi yuqori darajada ishlangan, o'zini o'zi parkovka qilish, boshqaruvsiz harakatlanish, Face ID, naqd 8 ta kamera xavfsizlik uchun 540 gradusli kamerani ishlab beradi. Klimat kontrol, adaptivniy kurs kontrol, head-up displey, 15.6 dyumli buriluvchan shakldagi monitor, ulkan panorama tom, komfort uchun passajir tarafida ham yana bitta monitor mavjud. Ushbu avtomashinamizni Osiyo bozor yo'lida joylashgan Chang'an Qarshi rasmiy avtosalondan xarid qilishingiz mumkin. Oylik to'lovlar bilan tanish uchun kommentariyada Deepal olaman so'zini yozib qoldiring.